O'zbekiston fuqarolariga shoshilinch tezkor xabar. Ko'pchilik buni bilmaydi. Pensiyani 2 baravarga oshirish mumkin, lekin bitta muhim sharti bor. Nega ayrimlar katta pensiya oladi, boshqalar esa kam? Sirini hozir aytaman. Agar hozirdan shu ishni qilmasangiz, kelajakda pensiyangiz juda kam bo'ladi. Pensiyangizni oshirishni xohlaysizmi? Unda bu videorolikni oxirigacha ko'ring. Yuqori pensiya olishning 3 ta qonuniy yo'li bor. Birinchisini hamma bilmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, yuqori pensiya olish uchun nima qilish kerak? Pensiya jamg'armasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, har bir inson hayotidagi asosiy maqsadlaridan biri sifatida pensiya yoshiga yetib, ko'p yillik mehnat natijalarini ko'rish va keksalikni farovon o'tkazishni o'z ichiga oladi. Bu davrda albatta daromad manbai sifatida pensiya muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli har birimiz yoshligimizdanoq kelajakdagi pensiyamiz haqida o'ylab, unga oldindan tayyorgarlik ko'rishimiz lozim. Kimlarga pensiya tayinlanadi? To'liq yoshga doir pensiyani olish uchun erkaklarga 60 yoshda, ayollarga esa 55 yoshda mos ravishda 25 yil va 20 yil mehnat ish staji talab qilinadi. Agar fuqaroning mehnat staji kamroq bo'lsa, lekin 7 yildan kam bo'lmagan taqdirda ularga to'liq bo'lmagan pensiya tayinlanadi. Bunday pensiya miqdori kamroq bo'ladi. Mehnat stajiga nimalar kiradi? Pensiya miqdorini aniqlashda fuqaroning rasmiy ishlagan yillari va olgan daromadlari hisobga olinadi. Mehnat stajiga shuningdek yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilganlar yoki xorijda ishlovchilarning pensiya jamg'armasiga to'lagan ijtimoiy soliq davri ham qo'shiladi. Ma'lumot uchun, ayollar 54 yoshdan pensiyaga chiqish huquqiga ega. Agar ularning mehnat staji yoki ijtimoiy soliq to'lovi davri yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilganlik yoki xorijda ishlash davrida 20 yilni tashkil etsa, shu bilan birga fuqaroning 7 yil yoki undan ko'proq mehnat staji bo'lsa, quyidagi davrda ham umumiy stajga qo'shiladi. Harbiy xizmatdagi davri, oliy o'quv yurtlaridagi kunduzgi shakldagi o'qish, bolaga qaragan davri, har bir bola uchun 3 yilgacha jami 6 yil. Pensiyaga tayyorgarlik uchun nima qilish kerak? Pensiya tayinlashda fuqaroning rasmiy mehnat staji va to'lagan soliq asosida daromadlari hisoblab olinadi. Ya'ni fuqaro qancha rasmiy ishlasa va qancha rasmiy daromad olsa, uning pensiya haqqi yildan yilga shakllanadi. Shu sababli har bir fuqaro pensiya yoshiga yetganida tayyorgarlik sifatida o'z ish faoliyatini rasmiylashtirishi va daromadlarini belgilangan tartibda ko'rsatishi lozim. Pensiya yoshiga yaqinlashganimizda ko'pchilikda quyidagi savollar tug'iladi. Pensiya miqdori qancha bo'ladi? Yuqori pensiya olish mumkinmi? Ko'pchilik fuqarolar hujjatlarni qanday topshirish va qayerga murojaat qilish kerakligini bilmay qolishadilar. Natijada pensiya tayinlangach, uning miqdoridan norozilik paydo bo'ladi. Fuqarolar uchun muhim tavsiyalar. Pensiya jamg'armasi fuqarolarga yuqori pensiya olish imkoniyatini ta'minlash uchun quyidagi tavsiyalarni beradi. Ushbu tavsiyalar pensiya yoshiga yaqinlashganda shaxslar va yoshlarga mo'ljallangan bo'lib, keksalarda farovon hayot kechirishga yordam beradi. Mehnat stajini rasmiylashtirish. Ish faoliyatingiz rasmiy ekanligi va mehnat stajingiz ishlayotgan tashkilotda to'g'ri qayd etilayotganligiga ishonch hosil qiling. Buni may.gov.uz portali orqali mustaqil tekshirishingiz mumkin. Staj ma'lumotlarini raqamlashtirishni ta'minlang. Zamonaviy raqamli davr talablariga muvofiq ish joyingizdan mehnat stajingizni rasmiylashtirishini so'rang. Rasmiy daromad oling. Ish haqqi rasmiy to'lanayotganligi va soliqlar pensiya jamg'armasiga ajratmalar kabi to'lanayotganligi muntazam amalga oshayotganligini ishonch hosil qiling.
o'zini o'zi band qilgan sifatida ro'yxatdan o'ting. Agar norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, o'zingizni o'zingiz band qilgan shaxslar sifatida ro'yxatdan o'ting va pensiya jamg'armasiga ijtimoiy soliqni belgilangan tartibda to'lang. Bu orqali mehnat stajingizni oshirishingiz mumkin. Pensiya qonunchiligiga yangiliklar va xabardor bo'ling. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar va qo'shimchalar bilan doimiy ravishda kuzatib boring. Pensiya ma'lumotlarini yangilang. Agar ishlamagan bo'lsangiz, Mehnat vazirligining qashshoqlikni qisqartirish bandligi bo'limlariga murojaat qilib, ish faoliyatingiz haqidagi ma'lumotlarni raqamlashtirishlarini talab qiling. Bundan mehnat faoliyatingiz haqidagi ma'lumotlarni raqamlashtirsangiz, pensiya yoshiga yetganingizda sizga osonroq yaratiladi. Pensiya jamg'armasi tomonidan tavsiya etiladigan ushbu qoidalarga amal qilsangiz, pensiya yoshiga yetganingizda huquqingizning kafolatlangan bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun pensiya jamg'armasiga 1271 KAL markaziga murojaat qilishingiz mumkin, deyiladi pensiya jamg'armasi xabarida.